Mumkin emas. Yolg'on narsa bu. Eriz aytdimi? Bergan pulimga yarasha konsultatsiya qiladimi, qilmaydimi sen borib ko'r. Oyoqdan biror joyi chiqib ketsa, harakat cheklanadi. Harakat bo'lmaydi. Nervlarda og'riq sezdiradigan ham bor, sezdirmaydigani ham bor-da. Eriz aytdimi? Bergan pulimga yarasha konsultatsiya qiladimi, qilmaydimi sen borib ko'r. Yo'q, indamadilar. Ha, mumkin. Chekini ham qaytarib beraman, borib bering. Yo'q, Nima bo'lyapti? bir yil bo'laydi qoldi, yiqiluvdim. Ha. Qaytolab yiqilib qolaveryapman. Mana tizzam bukilib ketaveryapti oldinga qarab. Endi mana shu yerdagi bir kun mana shu shayga tiralib qolib, surilib qolganga o'xshaydi. Orqasi og'riyapti. Ko'taring oyog'ini. Surilgan yo'q, joyida turibdi bu. Tizza ko'zish joyida. Tak. Bilmaysiz qachon gapingizga quloq solmasdan tizzangiz qayilib ketishini. Tushundingizmi? Yurib ketaverasizda, o'zidan o'zi yo'qib qoladi oyog'ingiz. Tushundingizmi? Bukilib ketadi. Voy deysizda, o'tirib qolasiz, yo'qmasam to'xtab qoladi. Tushundingizmi? Bu mana shu beldan kelayotgan impulsni shu yerda to'xtatib qoladi. Siz yurib ketayotganingizda umurtqalaringizni orasidagi nervlarni bittasi qisib qoladi. Oyoqqa impuls o'tmay qoladi. Tushundingizmi? Quvvat yo'qib qoladi quvvati. O'shaning uchun keyin oyog'ingiz yo'qib ketadi, silkanib. Tushundingizmi? Doktor haliga umuman og'rimaydi-da, og'rimaydi. Nervlarda og'riq sezdiradigan ham bor, sezdirmaydigani ham bor-da. Nervda. Masalan, oyog'ingizda shu polimelit degan narsa bor. Nerv sistemasi shamollash bu ham. Shu narsa oyoqni yo'q qilib qo'yadi. Hech narsani sezmasdan liqillab qoladi. Sizda ham shu moment shunaqa bo'ladi. Sen yurib ketilmayapman, hech hassaga tiyanib, ushlamasdan. Bo'ldi, tizzanida, yo'q, tizzangizda kasallik yo'q emas, bor, lekin shu oyoqda uyushib qolishi, oyog'ingizni yo'qib qolishining sababi shu. Siz shikoyatingiz yo'q. Ha, o'sha nima uchun shuni qildi? Vrachlar mana oyog'imni orqasi tortib, og'rib, manda turaverdi, o'killarda. Sen o'sha nervdan tortayapti. Ha, salomat bo'ling. Bizning kitoblarda shunaqa yozilgan. Tushundingizmi? Sizni oyog'ingizni shu vaqtda bunday yurib ketayotganingizda birdaniga bunday bo'lib ketishi, sizga haligi o'zingiz hushyorligingizga bog'lanmay qolishligi, mana shunaqa ham hammasi nervdan bo'ladi. Shu umurtqangizni orasida disklarda shunday siljish bo'lganda, o'sha nerv bosib qolsa, oyoqqa harakat o'tmay qoladi. O'shanda keyin mudgib ketasiz. Endi yoshligingizda bo'lganmi, avtobusga ketib turib, ushlab, bitta uxlab qolasiz, cho'chib ketasiz deydi. Bo'lganmi yo bo'lmaganmi? Ha, ana shunaqa holat shunda ham bo'ladi. Sinapslar bir-biriga bunday kontakt bo'lmay qoladi. Hushyor ketyapsiz, vaqt kelganda shunday ko'zni bir minut ham yumilmaydi. Sizni polni nimangiz bo'shab ketadi. Ana o'sha paytda ketadi. Shu narsalar sizda bo'lyapti. O'shaning uchun u doktorlar ham to'g'ri belingizni tekshirib ko'raylikchi nervlarini degan. Tushundingizmi? O'shaning uchun sizni gapingizdan biz xulosa qilamiz. Sizni shunday ko'rib turib, gavdasi katta ekan, 112 kilo ekan, bu narsa yuk tizzani ustiga tushdi, tog'aylarni shilib qo'ydi deb turib, tizzani o'zini qarasak hozir belingizga nima e'tibor bermasdan. Hammasi foydasini bilmaysiz. U doktor ham bilmadi men dardim desizda ketaverasiz keyingisiga. Tushundingizmi? Shuning uchun sizni bo'g'ingizda harakatingiz mana to'g'ri bo'lyapti 100%. Bukilyapti 100%. Qarasiz. Sizda haddingiz tizzangiz ko'zini shunday qilganda chiqib ketganmikan degan haddingiz bor xolos. Tushundingizmi? Ha, endi shu haddingiz bor xolos. Alloh taolo shunaqa mustahkam qilib tashlagan bu joyda. Uncha-munchaga bu narsani chiqarmaydi-da. Tizzani ko'zini shuna mustahkam qilib katta poy bilan bog'lab qo'ygan.
Tushundingizmi? Shunday qilganingizda tizzani ko'zini shunday o'ziga yopishtirib oladi. Mana ikkala oyoq aroqni orasiga tushirib oladi. Tizzani ko'zini. Tushundingizmi? Mana bunday turgan narsani shunday qilib bukkaningizda mana shu joyi mana qarang, o'sha chuqurga tushadigan qilib qo'yib tizzani ko'zini. Mana shunday tushirib oladi. Uni chiqarib olishga juda qiynalib bo'ladi. Ko'pincha tug'ma bo'ladi chiqig'i yoki bo'lmasam katta travma olganda, oyoq siniganda chiqib ketishi mumkin. Qolgan paytda o'z-o'zidan chiqmaydi bu. Tushundingizmi? O'shaning uchun sizda hadikingiz bunday urganda chiqib ketdimikan degan deyishingiz. Endi ikkinchisi, oyoqdan biror joyi chiqib ketsa, harakat cheklanadi. Harakat bo'lmaydi. Tushundingizmi? Sizniki harakatingiz 100% bukilyapti. 100% to'g'rilanyapti. Tushundingizmi? Shuning uchun unga siz hadiksiramasdan tizzani ko'zidagi bo'g'imni ichidagi holat yuk katta, tog'aylarni shilib qo'yib, mana unaqa ichidagi menisklarni yirtib qo'yib, sizga dard beryapti. Tushundingizmi? Kelaman yonboshi ham og'riyapti. Shu yonboshi og'riqlari mana shuga keladigan nervlar. İki tomondan nerv keladi. Tushundingizmi? Bu ham poylar. Lekin mana shu ikki tomondan nerv keladi. Katta boldir nerv keladi. Mana 4-bel umurtqasidan 4-beldan keladi. Kichkina son suyagi nerv do'ngligimizdan chiqib masha ketadi. Orqangizni qochishini tushuntirdim mana bularga. Ushlab ko'rdim. Tushuntirdim ko'rib. O'shaning uchun sizni ko'p holatingizni belingizga qaratamiz. Tizzangizga lechina qilamiz, kislorod olasiz. Mana shu orqa miyamizni alohida qilib, ip qilib chiqarib bergan, o'rilgan sochga o'xshatib mana. Shaylarni olib tashlaganda faqat shu nimani kompyuter bizga faqat orqa miyamizni ko'rsatyapti. Shuni ko'rsangiz mana bu yerda ikkita joyda ezilgan joyi bor. Shular grijalarni o'rnashishlar. Tushundingizmi? Hatta qolganlarning orasida disk degan narsa bo'ladi. Bular birortasi qolmagan, ezilib bo'lgan. Dami chiqqan balonga o'xshab. Tushundingizmi? Mana shu umurtqalar ko'tarib turadigan orasida disklar bo'ladi. Shu disklar hammasi erib ketgan mana. Bitta suyagingizda ozgina gemangioma bor. Bu endi xavfsiz narsa. Xavfsiz o'sma deydi. O'ttaligi arisi uchirtgan ariga o'xshab qolgan umurtqangiz kuchroq bo'lib. Tushundingizmi? Mana shunday gemangioma. Sifatsiz. Sizlar bu boydami? Qayerdasizlar? Ha, To'raqo'rg'ondan, chegara joyda. Mana. Grija diska deyapti, ko'rdingizmi? 3-4 orasi kompromissiya deyapti. Nerv splitinasin ezish bilan deyapti mana shu. Tushundingizmi? Demak, o'sha ezgandan keyin o'sha 3-4-nervimiz qayerga kelsa o'sha yerga boring. Tushundingizmi? Endi harakat qilamiz oz-oz ozishga. Ajreniya ko'proq. Tay. Kislorod 60-70 ming so'mga kislorod qo'yamiz. Bir marta emas, 6 marta qo'yamiz. Cherezdan qo'yamiz. Tushundingizmi? Bugun qilsa 3 kundan keyin yo'q, organizm so'rib qo'yadi yana, yo'q qilib bo'ladi. Tushundingizmi? U yoqda. U pastiyani yog'lab qo'ygan emas u. Umurtqalar nimalaringiz, tizzalaringiz bunday bo'lib yopishyapti bir-biriga. Yo'q ko'pda. Ana shu narsalarni ichiga kislorod yuborsak, bunday kislorod ochadi. Tushundingizmi? Kislorod buni ochadi. Siliqishi, buklab yozilishi oson bo'ladi. Og'riq bo'lmaydi. Tushundingizmi? Shu narsa keyin o'sha yerga sog'lom muhit chaqiradi. O'sha yog'ni chaqiradi. Tushundingizmi? O'sha og'riq bo'layotgan nervlarni yuvosh-yuvosh qilib yarasini bekitib beradi. Tushundingizmi? O'shaning uchun siz tayyor narsadan olish emas, o'sha mahsulotni o'shga ishlab chiqarishni o'rgatish kerak organizmni. Tushundingizmi? Siz yoshsiz hali. Mumkin emas. Yolg'on narsa bu.
u bizni tabiatan haligi haq tabobati vahima qilib ili sho'rva ich, bedana sho'rva ich, bedanani suyagini talqon qilib, tuxumni po'chog'ini tuyib ich, kalsiy bo'ladi. Bular hammasi tuxda yolg'on narsalar. Yog'li narsa yemang deymiz-ku, siz u ili sho'rva ichyapsiz. Tushundingizmi? U battar ishilaveradi ham. Yog' to'qilaveradi ular, hazm bo'lmaydigan narsa-ku. Ular energiya beradi xolos sizga. O'zingizni quvvatlantiradi-yu, atak organizmni suyaklarni badbad qiladi xolos u.